Assalomu alaykum hurmatli Sefir muxlislari. Bugun Sefirni mock testlari 1-sezon 6-testi listeningini qildik. Bu yerda odatda part 1 dan boshlanardi, lekin testimiz part 2 dan boshlangan, chunki part 1 bu yerda inobatga olinmagan va bu yerga qo'yilmagan. Shuning uchun part 2 dan qo'yilganligini inobatga olib, savollar soni kam, lekin biz shuni bajardik bugun testda Unation IELTS Centerdan. Shuni men sizlarga tahlil qilib beraman. Birinchisi do'stlar, Saturday Music Classes, shanba kunda uyushtiriladigan musiqiy guruhlar, ya'ni o'sha sinflar deyapti. Birinchi drum barabanlar kerak ekan, keyin flute dedi, nay degan do'stlar, flute. Keyin gitaralar chalish mumkin ekan. On arrival, qayerga borasiz dedi, drama roomga borasiz dedi. Keyin odamlar uchun qancha pul to'lar ekan? 7.75 har bir sinfdan funt sterling. Keyin end of the concert, konsert qachon tugar ekan? 24-iyun 24th June bo'ladi. Keyingisi play alone or with the orchestra. Orkestr bilan kuylashingiz mumkin ekan yoki yolg'iz kuylashingiz mumkin ekan. Contact music teacher on nima dedi? Driscoll deb aytib ketdi. DRISCOLL @school.net. Part 3 da do'stlar, bu yerda speaker 1, speaker 2. Bu yerda do'stlar asosan o'sha yovvoyi hayot haqida o'sha voyaga yetmaganlar, o'sha teenagerlarning o'sha spichlari bor. Bu yerda biz o'sha yozib chiqqanmiz. Masalan, birinchi speaker nima haqida gapiryapti? Haqida gapiryapti. Ya'ni it is inspired me to get involved with nature. Ya'ni yovvoyi hayotga qanchalik yaqinlashsa, u shunchalik uni nima qilibdi? Ilhomlantiribdi. 2 ga B bo'ladi do'stlar. Ya'ni it is presented by wildlife experts. U borgan joyda o'sha yovvoyi hayot ekspertlar tomonidan o'sha jarayon nima tatbiq qilinibdi. Uchinchisiga do'stlar F bo'ladi. F desa it helps me with my school work. Bu ya'ni o'sha yovvoyi hayotga yaqinlashgan sari u o'sha o'zining o'sha school work, ya'ni maktab ishlariga ham yordam beribdi qaysidir proyektlarda. Speaker 4 da do'stlar bo'ladi H. Ya'ni it features wildlife from my area. U mening o'sha yashayotgan hududimdan xususiyatlarni inobatga olib, o'shani o'z ichiga olgan deyapti. 5 ga D bo'ladi do'stlar. Ya'ni it has taught me about some unusual species. U menga o'sha yovvoyi hayot menga o'sha noodatiy bo'lgan hayvon turlarini ham o'rgatdi. Keyin do'stlar bu yerda part 4 da map bor. Mapda birinchisi do'stlar G bo'ladi, G. Mana bu haqida gap ketdi do'stlar, box office. Ikkinchisiga theater manager's office, bu D do'stlar, mana bu yonida. Undan keyin lightning box do'stlar bu yerda bo'ladi B. B qani? Mana do'stlar. Oxirida artistic director's office, bu F bo'ladi do'stlar. Mana F do'stlar. Salomat bo'linglar. Part 5 ga o'tamiz. Part 5 juda ham oson ekan. 3 ta extract bor. 3 ta extractda har birida 2 tadan savol bor. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Part 5 da birinchisi do'stlar, o'sha odamlar nima haqida muhokama qilyapti? Floods, suv toshqini haqida. Undan keyin what is the purpose of discussion? Shu muhokamaning nima maqsadi nima edi? To provide factual information about the current state of emergency. O'sha favqulodda hodisaning, favqulodda vaziyatning hozirgi holati haqida nima faktga asosan xabar berish, ma'lumot berish. Extract 2 ga o'tamiz do'stlar. Ikkita gapiruvchi, speech qiluvchi odamlar nimaga rozi bo'lishdi? Working without the living colleague is going to be less enjoyable. Agar o'sha kollegiyasiz ishlash bu nima rohat baxsh bo'lmasligi mumkin deyapti. What is the speaker's attitude towards their work? O'sha gapiruvchining o'sha ishiga qanday munosabatda bildirgan deyapti. It likes variety. Turma xillikni kamaytirib yurar ekan. Extract 3 ga o'tamiz do'stlar. 4 ga A bo'ldi, 5 ga o'tyapmiz do'stlar. 5 da. What is the aim of the man? Erkakning maqsadi nima edi? Nima edi do'stlar? To convince, ko'ndirish. What is the actress's attitude to the conversation? U nima bo'ldi do'stlar? Impatient, sabrsiz bo'ldi. Men ketishim kerak deb juda ko'p inkor qildi. Mana bu part 6 ga o'tamiz do'stlar. Alex and his band. Alex uning musiqiy gruppasi. Alex bu musiqiy guruhning bir a'zosi. U musiqiy guruhni dastlab Elements deb ataganmiz, lekin biz keyinchalik surishtirib ko'rsak, Elements degan guruh allaqachon bor ekan. Shuning uchun biz Storm Clouds deb atadik guruh nomini dedi. Bo'ron bulutlari degan ekan do'stlar. Keyin bu qayerda o'sgan ekan? Kanadada. Lekin shu yerda Kuba deb ham adashtirib ketdi do'stlar. Keyin xotinini uchratibdi, ayolini. Unusual and beautiful, noodatiy va chiroyli. 4-inchisi
Bu guruhni kim yuritar ekan? Hukumatmi? Yo'q, ularni o'zi self funded, o'zlari fondlashtirar ekan, pul berar ekan. Nimadan foydalanar ekan? Musiqiy o'sha ovozlarni yozish uchun church, ya'ni o'sha foydalanuvsiz bitta o'sha nima cherkovdan foydalanar ekan. Keyin ularda ishlari Alex uses the word romantic, ya'ni romantiskiy so'zlardan foydalanar ekan o'sha qo'shiqlarda, she'rlarida. Keyin o'zining o'sha bitta albom chiqaribdi yaqinda. Eng yangi albomining nomi bu Shadows, soyalar ekan va u nima ekan do'stlar? Bolalikni tasvirlaydigan, bolalikni tadqiq etadigan, o'rganadigan nomi bor ekan do'stlar. The latest album songs explore the theme of the childhood. Eng so'nggi albomni bolalikni ifodalaydigan nimasi bor ekan? Qismi bor ekan do'stlar. Tushunarlimi? Demak, mana shu yerda do'stlar listeningimiz 0 o'z nihoyasiga yetadi. Inshaalloh videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike. Sizlar bilan keyingi videolarda diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.